Assalomu alaykum, bizning kanalning ko'ruvchilari. Mana No'qat tovuq bozori. Bugun 13-mart bo'lib qoldi. Bugun qanchadan bo'lsa ekan shu? Ya bunlar Arturdu ya. Arturdusu qanchadan qo'rozi? Qo'roz 700 so'm. Aha. Arg'i 800 so'm. Tovuqlar qimmat ha? Tovuq qimmat ha, qo'roz arzon. Qo'roz arzon ekan. Qirg'izlar klass pas bo'lganlar, klass pas bo'lganlar. Mana bugun tovuq qanchaga tovuq? Qo'rozchi 950 so'm. Bular kimdan bular? Ecedenmi? Çok önemliyiz. Ya mastek kaç oldu ki? Öyle biraz 1,5 milyon daha da o. Bu kaç eken? Satıldı mı ya? Çok. Kaç akalar hem zaten? Öte çok. Bu kaç eken? Bu 1,200 so'm. Çok şey. Ya bular dakan baka? Qancha tulak shular? Tulak? 1,5 tulak. Qanchadan bular aka? Bular olindi. Qanchadan sotib olindi aka? 1000 so'mdan. 100 dan bor. Sizniki qancha aka? Ha, qo'shovi, qo'shov oldi. Yapon qancha aka yapon? Yapon 300 so'm. Tovuq qancha aka tovuq? Ber taqsir. Yo'q, o'g'riga ayt ol. 1000 so'mdan ekan. Qorozda 1000 so'm. Qo'roz 1200. Ne oldu? Şu qanchadan ekan aka tovuqlar? Ketdi. Qanchadan sotildi? 800 dan. Bordi-ku. Mana buni. Ammo bu. 800 so'm. Bundan biz 3 kilo go'sht var ekan-da. Ha, qimmat ekan to'g'onlari. Ya bular qancha bular aka aka? Siznikimi? Yo'q ekan. Şu aka aytgisi keladi. Ya mastek qancha ekan mastek? 1200 so'm. Senikecha? 300 so'm bu. Erkakmi bu? Evet. 300 so'm edi. Ha, bu yerda. Bu Kapazboydan sotilib ekan. Ha, Kapazboydan. Ha? Siznikimi? Papas so'm. Kapaz qancha o'zi? Papas 5000. 5000 so'm. Tovuqdan 3000 xo'rozi. Xo'roz 3000 so'm. Tovuqchi? Tovuq 1500 so'm ekan. Bu Jersey o'xshaydi ekan. Jersey. Jersin o alış kurtulganda. Kapaz sotiladi ekan to'g'ri. Qiziqqanlar bo'lsa, telefon olib qo'ysak ekan, ha? Esi qana, esi yo'q-ku. Esida qochib ketdi. Dakan qancha ekan dakan? Dakan 3000. 3000 so'm. Bu tulakdagi cho'jo. 3000 so'm ekan. Qanchadan aka bu cho'jovi? Qanchadan olasiz? 2000 so'm. Bu qanday parod aka? Turk turku. Sizniki qancha aka sizniki? 2,5. Sizniki ham turk bu. Amlaga. Sava mı lan? Sava qancha sava? Ne tişörette? Sana 200 lira. 200 mi? Evet, koydukken. 200 ekan sava. Bu yerda ko'chatlar kelib qolibdi, qarangizlar. Aka bu ko'chatlar bo'yicha bir ma'lumot berib qo'yasizmi aka? Ko'chat. Sizden mi o'zi ko'chatlar? Keladi. Siz yo'qmi?
Siz aytib qo'yinglar, qanchadan bo'ladi senalarni? Senalari Qanday ko'chatlar? Mana qanday ko'chat ham bundan boshlasak. bu nak. Bu nak. Belorussiyan naki. Aha, 120 so'm. 120 so'm. Narxi Zolotoy Green alma. Nimalar? Narxisi. Ha, bunaqmi? Inshaalloh. Ha, 100 so'mda 80 dan berib turadi. 80 so'mdan. Zolotoy girin ha bu? Bu mana qanday ko'chat? Nak bu. Nak. Pulda 120 o. 120. 120. Ha, pulca bular. Narxlar Zaratni Kriptonni Malinoviy degani. 120 deb 100 dan berib turadi. 100dan beradi ekan. Aha. Da qanday sortlar bor? Gilas bor, qo'qon gilas 3 degani bor. 3. Ular 350 so'mda 300 dan berib turadi. Qora gilasning ta'miri. Ha, qora qochqur bu. Bu Malinoviy degan. Anlaman. Kripton Malinoviy svet. Jana qip-qizil bo'lgan shol-da. Qizil svet, qora emas. Bu to'shalmalar bor ekan shunda. almalar. Jannat olma. Qanchadan bular? 80 so'mdan. 80 so'mdan 3 ekan. yillik ko'chat. 3 yillik. Buni o'shanda ekkanda bo'yini kesib qo'ygan o'shanda. Kesiladi. Kesiladi. Ha, nimaga? Unda telefon nomeringizni qoldirib qo'yaman da qiziqqanlar, ha? Yo, nomer Siznikini kelet. Ha, kelet, ha? Nimaga hozir? Bu yoqda ko'chatlar bor ekan. Kripson qancha ekan? Kripson. Kripson 80. 80 so'mdan mana. Baga. Suxani o'rik deydi-ku. O'rikchi o'rik aka. 30 so'm ekan to'g'ridan arzon ekan. Qarangizlar. No'qat kelaverasizlar janog'i. Boykada daha ko'p degan sortlar bor ekan. Savdoga ko'chatlar. Silinya deb to'g'ri. Ko'gana to'g'ri. Qanchadan bo'ldi shular? Sotlovchi. Bu shabdolmi? Qanchadan bo'ladi? 80 so'mdan. Ha, 50 so'mdan bu. Bu qanday sortidan? Ha? Miyasar. Miyasar? Ha, bunlardan ekan. Qaranglar. Ko'p bejasida. Mana turi bor ekan to'g'onlar, kelaverasizlar ham qaranglar. Har birinchi so'rag'inga bo'lmaydi. No'qas Semerenka deydi. Kripson deydi. Ko'chat ko'rganda o'zi. Az. Buyurun Frank. Alman ko'chatlar qanchadan aka? Kripsonlar. Sizda ko'p aka uyda sotilyapti, ha? Telefon aytib qo'yasizmi-da? Mana olormanlar borda, telefonlardag'icha. Aytingda telefoningizni. 79 men. Aha. 92 95 53. Qanday sortlar bor amiga aka? Olmalarni. Alman Kriston Polkarlik var. Bir yerde yok hozir. Ha. 10 çıktı. Kecha Can Burjov çıktı albadik. Ama Kripson, Zolotoy girim var. Ko'galmaniki bor. Ko'galmaniki bor. Ha, mana 80'den beri o'tadi. 80dan beradi ekan to'g'onlar. Mana. Olma boyka deydi. Jannat olma deydi mana. Nak bor ekan. Kripson, yablonka, boyka deydi. Juda ko'p ekan. Qaranglar. Ha, mana yerda Malina ko'chatlari bor ekan. Ya qanchadan sotildi shular aka? 70-80 satıldı. Bu cana Kripson bu shunda? Bu Jonathan. Jonathan. Bunda boyka var, Zolotoy Green var. Zolotoy Green bordi bor ekan to'g'ri. Yaxshi. Degan bosh kengashni olmasa. Uyda bormi aka? Bor. Ayting unda telefonda. 0770 70 42 42 35 35 36. 36 nomeriga cholaverasizlar to'g'ri. Videoda bor ekan. Qarangizlar. Yo'q, altınızda uydan qazib beraman. Bu yoqda gilaslar bor ekan to'g'rilar. Mana qo'qon gilas qancha aka? 280 so'm. Bu janog'i cho'ngdan bo'ladi o'xshaydi, ha? Ha? Borda bir ko'chatmi bular? Bari bir de ko'chat. 280 so'm dedingizmi? Mana. Kelaverasizlar to'g'rilar.
Bodom bor ekan bu yerda, bodom besh. Yapız deseniz. Bu ne ko'chatlar aka? Bu örük. Örük. Raşman. Qanchadan oldingiz mana o'rikni? Örüktü cüzdan. 100 dan. Narxi-chi? Raşman cüzdan. Ashfan 150 so'm ekan. Şaldolu 80. 80 so'm. Ko'chat ko'p ekan to'g'onlari. Shuna qarangizda. Mana. Bu orchov qancha ekan bular? Qanchadan necha? 250 so'mdan ekan. Bu qanday sortidan? Sosna ekan to'g'onlar, sosna. Bularcha-chi? 250 so'm. Bu qandaydan? Satta degan orcha ekan. Narxi-chi narxi? Marzavenik ekan to'g'onlar. Bu qancha? 300 so'm ekan. Telefoningizni ayting ham shuncha qoldi. Telefon nomeringizni. Sosnov ekan, ha? Sosnağı bu lan. Eski roza ekan to'g'onlar. Nimaga? Eje telefon nomerini aytmadi. Kelaverasizlar nimaga to'g'onlar No'qatga. Jem bozorga kelasizlar. To'g'ri pastga tushasizlar nimaga? Ko'chat o'ta ko'p ekan. Kirib son bor ekan dag'i.